Yorug'lik tezligi. Yorug'lik tezligi birodarlar. Yorug'lik tezligi. Yorug'lik tezligi. Yorug'lik tezligi. Yorug'lik tezligi. Va nihoyat insoniyat yorug'lik tezligiga chiqdi. Deyarli faqatgina milliondan bir farq bor xolos. Va ana o'sha tezlikka erishadigan kema orqali insoniyat ilk bor Yerdan 300 yorug'lik yil uzoqlikda joylashgan Betelgezi sayyorasini kashf etdi. Va bu sayyora Yerga juda o'xshardi. Sababi unda hayot bor edi. Tasavvur qilyapsizmi? U yerda hattoki odamlar ham yashardi. Biroq u yerdagi hukmronlik to'laqonli maymunlar ixtiyorida edi. Tanishing 1963-yilda fransuz adibi Pierre Boulle tomonidan yozilgan Maymunlar sayyorasi kitobi. Yorug'lik tezligiga erishgan kemasi orqali Betelgezi sayyorasiga borgan Ulis va uning ikki sherigi juda ham xursand edi boshida. Ammo keyinchalik bilishsa, u yerdagi boshqaruv to'laqonli maymunlar ixtiyorida edi. Ha, u yerda hattoki ta'lim, sud, tibbiyot hamma narsa rivojlangandi. Faqatgina insondan tashqari. U yerda maymunlar iyerarxiyasi shunday shakllangandi. Ya'ni gorillalar harbiy va siyosiy kuch hisoblanardi. Orangutanlar esa sudya va fanning tor sohasidagi mutaxassislar, shimpanzelar esa kashfiyot va ilm-fan bilan shug'ullanardi. U sayyoraga borib, hattoki o'sha yerdagi yovvoyi odamlardan nasl orttirgan bu uchovlonni hikoyalarini ushbu kitobni o'qib bilib olishingiz mumkin. Agar kitob o'qishga arzidimi, yo'qmi degan savollar bo'lsa, ya'ni shuncha kitobni o'qib qo'yib, vaqtimni ketkazib o'tiramanmi deyotgan bo'lsangiz, men bu kitobni o'qib YouTube kanalimga joyladim. Qisqacha tahlilni kirib bemalol ko'rishingiz mumkin.